Bugungi tadbirlar yoshlarimizni vatanparvarlik, jasorat, intizom va sog'lom turmush tarzi ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi. Yurtimizda muhtaram prezidentimiz rahbarliklarida yoshlarimizni bilim olishi, kasb o'rganishi, iqtidorini namoyon etishi va sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun barcha imkoniyatlar yaratib berilgan. Bugun minglab yoshlarimiz sport orqali nafaqat jismonan chiniqmoqda, balki hayotda o'z oldiga aniq maqsadlarni qo'yib, unga intilishni ham o'rganmoqda. Shijoat va g'ayrat harbiy sport musobaqalari hamda davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalari yoshlarimizning jismoniy tayyorgarligini oshirish, ularda vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlash va iqtidorli sportchilarni kashf etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Aziz yoshlar, bugun g'olib bo'lgan ishtirokchilarni chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Shuningdek, davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalarining viloyat o'rtasida qatnashayotgan barcha jamoalarga omad va zafarlar tilaymiz. Sizlar yangi O'zbekistonning kelajagi va tayanchisi. Sportda ham, ta'limda ham, hayotda ham faol va tashabbuskor bo'lib, yuksak marralarni zabt etishingizga ishonamiz. Barchamizga mustahkam sog'lik, kuch-g'ayrat va albatta ulkan zafarlar tilaymiz. O'zbekiston yoshlari, Buxoro yoshlari, oldingizga katta maqsadlarni qo'ying va albatta omad sizlarga yor bo'ladi. Sog' salomat bo'ling.